Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uchastkamizni sotib olishga uspet qilmasanglar, menga voqifliroq podpis tashlamaganlar uchun afsuslanasizlar. Uyimizning fasadini tushuntirib o'taman. 27 metr atrofida ikkita oila bemalol yashasa bo'ladi. Okeylar, men sizlarga hozir ko'rsatadigan uchastkamizni puliga hozirgi paytda 2 suv kottej berishyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizga kirib keldik. Birinchi zona. Uyimizda ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina 3-4 ta mashina sig'adi. Ikkinchi zona. Vaqtimiz kam. Tezroq videoga olib qo'yishga harakat qilaman. Uyimizda shikarni. Hech qanaqa ishi yo'q. Shundoq kirib yashaydigan hamma mebel texnikasini qoldirib ketar ekanlar. Bu yoq zalimiz. Bu yoq mini детский. Bu yoqda yana bitta spalniy. Uyimizda bemalol ikkita oila mazza qilib yashaydi. Bu yerda рабочий zona ekan, bitta xona o'zligi uchun рабочий qilib qo'yishgan ekan. Kompyuterda o'tirib ishlaydigan. Oshxonamiz o'zini kladovkasi bilan birga. Uголокlar hamma narsa tayyor. Uyda hech qanaqa ish yo'q. Shundoq kirib yashaysizlar. Xo'p, общий санузел. Ikkinchi детский. Yo'q, yana bitta zal. Uyimizni sotishga qurilmagan, o'zligi uchun qilingan ekan. Yana bitta spalniy. Bu videoni aka-uka, opa-singillarga обязательно tashlab qo'yinglar. Bitta mashina uchastka olib yashasa ham bo'ladi. Mana ikkinchi oshxonamiz. Bu yoqda podval. Podval ham kattagina ekan. Bu yoqda saunasi, letniy sanuzel. Bu yoqda o'zini saunalari bilan birga.